Yaxshimisilar shogirdlar? Bu rasmdagi nimidek ko'rinadi sizlarning ko'zinglarga? Intayin umoq. Nimaning bolasidek qildi bu? Bilib oldinglargu deyman, ha? Bu pingvinning umoq bolasi ekan, Bu kitobda bizga ustiga pingvin deb yozib qo'yibdi yapon tilida. Pingvin to'g'riliq bizga nimalarni deb berdi ekan, Pingvinni yaxshi ko'rsanglar, bu kitobni men bilan birga ko'rib chiqinglar. Biz boshlaylik. Pingvin deydi. Dadisi, apisi, balisi, üçüsü turib ketibdi, Başlayaylik. Nima degan jiq pingvinlar bu? Bu qorlarni ko'rdinglarmi? Qor, muz. Bu nagan desanglar, bu Janubiy qutb. Nihoyatda qor muzlar bilan qoplangan intayin sovuq Janubiy qutbda to'plashib turgan bir muncha pingvinlar ekan, Bu bugun bizga mush kitobda tanishtirgani mush Janubiy qutb diye mushda sovuq joyda yashaydigan mush pingvinlar ekan. Bular mushu Janubiy qutbdagi intayin sovuq bo'lgan dengizda shu yerdagi beliq, siyoh beliq deganga o'xshash shu dengiz jonliqlarini yemaklik qilib, mana mushdaq sovuq joyda yashaydi ekan. Bular har yili 3-oy kelganda dengizdan ayrılıp, dengizdan intayin yiroq bo'lgan quruqlikqa to'plashadi ekan mana shundoq. Hozir bular shu dengizdan yiroq bo'lgan quruqlikqa to'plashgan vaqt ekan. Bu yerga nima qilib keldi ekan bular desanglar, mushaga kelib hammasi to'plashib, pingvinlar bilan erkak pingvinlar tanishib, do'stlashadi ekan. Hamda mishada bularning bu yerga yig'ilishdagi maqsadi balalash ekan, Hozir mushu quruqlikqa jiqqida to'plashib olgan pingvinlarni ko'z qo'yib berasizda. Intayin sovuq ekan bu yer. Endi keyinida pingvinlar ko'rinmay ketibdi, nima bo'lgandi bu? Amaliyot bu yerda hozir nima bo'libdi desanglar, bu Janubiy qutb degan intayin sovuq qor muzlar bilan qoplangan turib-turiblar qor shivirganlik bo'ronlar chiqadigan shundoq bir sovuq bir joy ekan, Hozir qor shivirganlik bo'ron chiqibdi, intayin sovuq bo'lib, Shuning bilan bu pingvinlar hammasi tig'im zish jing bir-biriga jing chaplashib mushta turishib, o'zaro badanlarini isitibdi. Sovuq qor shivirgan bo'rondan sog'-salomat o'tib olish uchun bular shundoq tig'im yaqin turib, badanlarini isitadi ekan, temperaturasini oshiradi ekan o'zlarining. Endi bu sırt tarafida chetida qolib qolgan pingvinlar qaraganda o'tirdiki turgan qisilib turgan pingvinlar qachon issiq turdi, Bular qanday qildi ekan desanglar, mushtaq issiq turgan, ichida turgan pingvinlar ma'lum vaqtdan keyin almashib, navbatlashib, chetida turgan pingvinlar ichiga o'tib, ichidagi pingvinlar sirtiga chiqib, mushtaq qilib o'zaro hamkorlashib, navbatlashib, hammasi o'rtaq mushu sovuqdan sog'-salomat saqlanib o'tkizish uchun o'zaro hamkorlashib, mushtaq badan temperaturasini mushtaq ching bir yerga to'plashib oshirdi ekan, Mushu qor shivirganlik bo'lg'achqa, mushtaq hozir mushu yerda shivirganlar chiqib, qor uchqunlarini ushqutib qilib turg'achqa mana muzlab mushtaq yaqin kelyapti. Keyinda nima bo'ldi keyin? Endi bular 3-oyda mushu quruqlikqa keldi. Andan keyin erkak pingvinlar, dishli pingvinlar tanishib, do'stlashadi degandik-ku. 5-oylar bo'lgan vaqtida ana pingvin tuxum tug'di ekan, Ana pingvin tuxum tug'ib, bu tuxumni ana pingvin tug'ib bo'lgandan keyin bu tuxumni iliq saqlash dada pingvinning vazifasi ekan, Ana pingvinlar tuxumni tug'ib, uni dadasiga o'tkazib berdi ekan. Dadasiga o'tkazib bergandan keyin dadasi bu tuxumni issiq saqlashga mas'ul bo'ldi ekan. Ya'ni hozir men ko'payib turibdi mushada, mush ichida tuxum bor ekan. Bu dada pingvin tuxumni qanday saqlaydi ekan desanglar, sirt intayin sovuq bo'lganligi uchun
tuxumni bevosita shu qarmuzning ustiga qo'ysimi intayin sovuq bo'lib u pingvin balasi sog'-salomat tuxumning ichidan chiqolmay qoldi ekan. Shuni qanday qildi ekan desanglar, ular tuxumni kichik ko'rinib turgan puti bor, shu ikki putini juplab, shu putining ustiga tuxumni elib, uni shu qo'saq qismining terisidan tuxumning ustini yepib olib, xuddi yo'tqan yeb qo'ygandek, buning ustiga yepib, mushtaq qilib tuxumni iliq, issiq saqlaydi. Shunday qilib saqlaydi ekan tuxumni. Bu vaqtida ana pingvinlar shu dada pingvinlarga tuxumni o'tkazib bergandan keyin o'zlari yana shu yiroq uzun musofani besib dengizga qaytib ketdi ekan. U qanday qildi ekan desa, dengizga berib o'zining qo'sig'ini to'xlag'ach, shu balasi tug'ilmoqchi, tuxumdan chiqmoqchi bo'lgan balasi uchun yemaklik ilib kelish uchun dengizga chiqdi ekan. Dengizga ketdi ekan. O joyda dada pingvin shu tuxumni saqlab o'z yolg'iz qolib qoldi ekan. O'sha qolib qolganlar dada pingvinlar ekan. Apillarini uzatib, xo'sh Allohga omonat deb, bular tuxumni saqlab o'shda qoldi ekan. Bu yerda tuxumdan balları chiqibdi. Endi ashunday qilib saqlab qolib qoldi ekan 5-oyda. Shundaki 7-oylar bo'lganda, ya'ni 2 oy o'tgandan keyin bu tuxumlardan, bu dadlari iliq saqlab turgan tuxumlardan bu balalari mana pingvin cho'jilari chiqishga boshlagan. Bu chiqib bo'pti, qaranglar. Dadasi degan balasi qarab turibdi. Bu yerdan bir dadasi bor ekan, uniki tig' chiqib bilamabdi mana tuxumdan. Mening balam qachon chiqadigandu? Bu yoqdagi bir umoq pingvin cho'jishi chiqib bo'ldi. Mening pingvin cho'jam qachon chiqar deb qarab turibdi. Bular endi mushtaq 2 oy dada pingvin bu tuxumini hargizmi putining ustidan avitib, qo'sqida yotganda yeb borgan yerdan yotganda ichitib qilgan ishni hargizmi qilmaydi ekan. Ashunday issiq saqlab 2 oy uzildirmasdan ashunday issiq saqlaydi ekan. Bu vaqtida bu dada pingvinlar hech qanday bir narsa yemaydi ekan. Hech nima yemasdan mushtaq saqlaydi ekan. Bu bala pingvin tuxumdan chiqqandan keyin shu chut-chut qilib ovoz chiqardi ekan. Ovoz chiqarsa, dadasi salom bergandek ovoz chiqargan keyin dada pingvinmi balasining ovoziga nisbatan javob qaytarib ovoz chiqardi ekan. Shuning bilan ular o'zaro bir-birining ovozlarini tunishib oldi ekan. Qaranglar mana. Bu bala pingvin tug'ilib, ko'ryapsizlar, qaranglar. Mana yo'g'on turgan 2 tal dadasining puti. Dadasi yana xuddi tuxumni saqlagandek, yana 2 putini juplab turibdi. Bu putining ustida pingvin, bala pingvin bor ekan. Bu kichik turgan putlari shu balasining ana ustida kichik turibdi. Bala pingvin xuddi shu tuxum vaqtidagidek yana o'xshashlam, hargizmi yerga dastamaydi ekan. Dadasining shu 2 putini juplab turgan ekan, shuning ustida turib, yana dadasining shu qo'sig'idagi o'ziga yotgan qilib yepilgan yilqi yotqinidan hargizmi ayrilmay, shuni chiqarib turibdi yana. Yana shu mush peti, erkilgan peti shu dadasining qo'ynida turdi ekan. Endi mana shu balasiniki tuxumdan chiqib tug'ilishiga ulgurib tug'ilgandan keyin azroq o'tmayla apsimi yetib kelgan. Apsi safarga chiqayotgan 2 oyda ketgan. Endi apsimi shu dengizda o'zining qo'sig'ini to'xlab, bu balasi uchunmi intayin jiq yemakliklarni qo'sqig'i jiq qilib qachilab yetib kelgan. Uzun safarni besib yana shu dadasi bilan balasining yoniga yetib kelgan. Yetib kelgandan keyin bu qo'sig'imni ichib ketdi deb og'zini ichib birim yeyman degan balasiga o'ziniki qo'sqig'i qachilab kelgan yemakliklarni chiqarib berdi ekan. U chog'da bu pingvin, ana pingvin qo'sqig'i qachilab kelgan yemakliklar, ya'ni beliqlar degan yumshoq shu balasi yeydigan aytimi katta yumshoq tayyor bo'lib turdi ekan. Anasi bu yemakliklarni balasiga chiqarib bersa, balasi mana shunday tas qolib ketib, beshimi kirib ketgan apasining og'zining ichiga. Shunday qilib turib,
apsi әпкелген yemeklerini yep qo'zg'on to'yg'izdi ekan. Shumaqkana. Endi bu yerda qanday qilib ekan desanglar, bu apsimi qaytib kelgandan keyin dada pingvin, mana dadasi o'xshaydi, bu apsi o'xshaydi. Dada pingvin bu bola pingvinni ham apsiga o'tkazib berdi ekan. Hem ikkisi almışıdı ekanda. Çünkü bu dada pingvin 2 oyning yoqi hech narsa yemasdan o'sha bola pingvin, ya'ni tuxumdan balaning chiqishini saqladi u. Hech nima yemadi. Uning qo'saqlari intayin echib ketdi. Bu apa pingvinninki ep kelgan yemekligi, o'sha balasi uchun ep kelganligi uchun, bu dada bu yemekli yeyish uchun dengizga berish kerak ekan. Dada pingvin dastlabda yangi tuxum bo'lgan chog'da tuxumni saqlaganga boshlagan chog'dagi eg'irligi, badanining eg'irligi intayin o'riqlab ketgan bu. Masalan, aslidagi eg'irligining yarimichilikla eg'irlikda bo'lib qoldi ekan bu vaqtda. 2 oy hech nima yemagan keyin, qo'saqlarim intayin ichib ketgan keyin shundoq o'riqlab ketgan dada pingvin. Endi shuning bilan apsi kelgandan keyin balani sog' salomat apsiga o'tkazib bergandan keyin Әмдікі növətdə bu dada pingvinlar dengizga qarab yo'lga chiqar ekan. Mana mushlarimiz ketib borganlari bolalarini apalariga o'tkazib, endi bular dengizga o'zlarining qo'shig'ini to'qlag'ach yemekli olib kelgili mangdi ekan. Bularning hozir dengizga qarab safarga chiqqan vaqt ekan. Bular dengizdan intayin yiroq bo'lgan quruqlikda yig'ildi 3-chi ayda deb kitobning beshida degan tuqqu. Bular yana shundoq uzun musofani besib, dengizga qaytib, ashada yemekli yemekchikan. Bu ba'zi vaqtlarda 200 kilometrdan ortiq yo'llarni besib, ana lekin shu dengiz bo'yiga yetib keldi ekan. Hozir bular mangibdi. Endi bular 2 oydagi hech nima yemay nayt uzun oshqo'saqalarni uzun safarni besib dengizga yetib kelgandan keyin dengizga mana shundoq sho'ng'ib, keyin yemekliklarni tutib yeyishni boshlaydi ekan. Bular shu qanotlarini ust-ostiga yalpib, bundoq palaqiltib turib suvni nayt tez uzalaydi ekan. Buningki suvni cho'nqur cho'nqur sho'ng'ib tushgan vaqtida suvning ostida 20 minutdak nafas olmay tura oladi ekan. Suv uzishga nayt usti ekan bular. Shuning bilan ashadin beliq, siyoh beliq deganga o'xshash yemekliklarni tutib yeydi ekan. Qaranglar, bu rasmda bu pingvin hamda apasi bilan dadasi bilan ikkisi tang turib ketibdi. Endi shu balani beqish jarayonida bu dadasi bilan apasi navbatlashib turib, shundoq balasining holidan xabar oldi ekan. Bu har ikkilisi balasini beqib cho'ng qilishda o'xshashlar hamkorlashib yaxshi kuch chiqardi ekan. Endi bu bala pingvin tuxumdan chiqqandan keyin 50 kunlar bo'lgandan keyin anandan keyin bu o'zi yerni dastlab e'g'on qilib tunji qitim mangishni boshlaydi ekan. Bu shu 50 tug'ilib 50 kun bo'yicha u yerga dasmay shu dadasi qaragan chog'da dadasining putining ustiga chiqib, apasi qaragan chog'da apasining putining ustiga chiqib, ashta qilib, naytdi apasining mamuqdak, yo'q dadasining mamuqdak ustiga yeb qo'ygan yotqanlari bilan ashunda qilib issiq cho'ng bo'ldi ekan. 50 kun bo'lganda enkin tunji qitim o'zligidan o'zi enkin haqiqiy yerga tushib yani dastlab ancha-muncha e'g'on qilib mangdigan bo'ldi ekan. Endi bu yerda nima bo'lib desanglar, shunchalik bo'lib, shunchalik cho'ng bo'lib o'zlarini o'z oldiga yerlarni dastlab turg'udek bo'lgan. Demak, o'shaning sovuqqa xili chidaydigan bo'lgan vaqti u. Chunki bularning mo'ylari intayin quyuq mo'ylari badanlarini issiq saqlaydi ekan. Mushta bo'lgan vaqtida
Hazırkı muşu künkü buğan kadar yana 2 aydek buğan kadar dadısıyla apısı nöbetleşip durup dengizge çıkıp apısı çıkıp ketkende dadısı qarap, dadısı çıkıp ketkende apısı qarap nöbetleşip durup eşeni yemeklik ekilip ballarını bakır eken tuq. Endi 2 aylar buğandan keyin bularni çoqum dadısı apısı özünün putuğunun üstü gelip kuçuğuda çmehkem turguzup bakmısımı özleri yerge düşüp ançıp maňydygan, özlerini özleri issiq saklayalaydygan halatga yetkenden keyin bu dada pingvin bilen ana pingvin ballaryny balasyny muşu quruqlukqa yalğız qo'yup özleri taňlam dengizga yemeklik ağılçı gitdi eken. Bu wagtda ma aldyda bir pingvin, otturgyjyk pingvin ballary durupdy. Keýnide bir pingvin durdy. Bu bular toplaşyp jyk bir top ýaşaýan bolganken bu pingvin ballaryny dadysy bilen apysy goýup taňlyçy ketgen keyin bular hemmesi dadysy apysy dengizge çykyp ketgen pingvin ballary eken. Bu keýnide aldyda turgan 2 çoň pingvin bolsa bularnyň ballary ýok pingvinlerken, bu çoňlary. Özlerine bakadygan, aldyny habar aldygan ballary ýokken, lekin muşu dadysy apysy dengizge çykyp ketgen ballarny otturg elip bular kogdap durup taki dadysy apysy dengizden gaýtyp gelgiçe muşlarnyň halydan habar elişge muş çoň pingvinler mesul boldy eken. Şoňa muşlu çoňlaryna aýtdy, ýaxşy garaýdygan bugaşka bu ballarga dada pingvin bilen ana pingvinmi naýt hatyrjam aldy ballaryny goýup dengizge çykyp gelýärdi eken. Bu rastynda bir ýesli ballarga okşap gapdy hazır. Ýeslide ballar kol tutuşup sırtlarga oýnatgyly ýesli malimleri ballarny açykkan çagda ballarmış otturdy kol tutuşup maňdy ýollarda. Aldyda bir ýesli muallimi, keýnide bir ýesli muallimi, 2 muallim ballarny otturg elip başda maňdygy. Bunak pingvinlarnyň ýesli ballary dek öküpdi malamy. Keýne gurdaýly. Bu tygymjyk ballar bir ýerge ýygylypdy emdi. Abaky 2 pingvin bir gança sandyk ýaşy dadaplary dengizge çykyp ketgen pingvinler garaýdygan, ýene bir ýerde ýanaşdak bir top pingvin ballary garaýatgan, ýene bir 2 çoň pingvin aşda bolganken, ämliýetde bu quruqlukda nurgun pingvinler ýygylganki, olaryň ballarymy nurgun jyh buldy-da. Bularnyň atanlary çykyp ketgenlerge muşu ballary ýok, çoň ýetilgen başga pingvinler mana muşda garap durdy eken. Şoňa bugün hazır mişede bu resimde hazır şivirganlyk boran çykyp ýetipdi ýene. Şivirganlyk boran çykyp atgan wagtda bular hemmesi özleri mesul bolgan pingvin ballaryny hemmesi bir ýerge ekilip, mana muşdak jyh pingvin ballaryny bir ýerge toplap, bular hudylgy çoňlar şivirgan çykkan çagda hemmesi bir ýerge ýygylyp bedenini ısıtganga okşaş. Bu ballarnymy hemmesini bir ýerge toplap, bularnymy muşundak soguk şivirganlyk borandan sak-salamat ötküzüliş üçin mana muşdak bir ýerge toplaşdy eken. Bu wagtda muşdak şivirganlyk boranlar bir neçe gün uda toktamay çykydan wagtlarym bar eken. Intaýyn soguk bugaşka bäzi çaglarda bäzi pingvin ballary bu sogukka berdaşlyk berelmej, mana muşda çaglarda haýatyndan aýrylyp kaldygan işlami boldy eken. Bular hazır hemmesi bir ýerge toplaşyp, malla resim tatga ýerek aparatlarga garap gapdym näme garaňlar. Omakka bularnyň hemmesi şunuň garagan sak-salamat ötüp alganda gyp durdy. Hem keýnide emdi miýerde ýene pingvinlarnyň ballaryny kösüp bular emdi hely çoň gapdy. Miýerge garsaňlar miýerde kuyuk kümüş nimo külräň bir hil moýlary batdy. Miýe appak bu gapdy, appak. Malla bir-birine okşamayıp ýene şekilleri. Bu nim bugun eken diýsäňler, bularnyň çoň boluşyga ägişip, ýene 5 aýlar bu gatrapkende bu 7-nji aýda togulup 5-nji aýda tuxum togulup 7-nji aýda tuxumdan çykkan diýipler.
Әмді hazır 12-1 ay mezgildirki. Demek 5 aylar boğan. 12 aydan 1 aygacha boğan mezgillerke, yani bular tuxumdan chiqib 5 aylar atrofida o'tgan vaqtga. Bu vaqtda bularning badanidagi balaliq mo'ylari tushib, balaliq mo'ylarining o'rniga endi cho'nglarnikiga o'xshash oq qora bo'lgan, işte cho'nglarnikidek mo'ylar o'sib chiqar ekan, almashidi ekan. Mana bu yerlari almashib, mana yerlari tushib bulamabdi. Mana shu, bu yerlari almish bo'pti, bu yerlari tushib bulamabdi. Mushtaq qilib badandagi mo'ylari cho'nglarnikiga o'xshash bo'lib almashishga boshlaydi ekan. Endi mushtaq bo'lgan vaqtida endi bularningmi dengizga chiqib o'z oldiga oziqlik tepib yeydigan vaqti kelgan bo'ldi ekan. Shuning bilan endi shu 5 oylik bo'lgandan boshlab ota-onalari bularga endi dengizdan oziqliklarni ekilib, bularni boqadigan vazifasidan mush vaqtda shu vazifasini endi buniki unda qilmaydi ekan. 5 oylik bo'lguncha cho'qim shunday qilib navbatlashib turib, yemeklarni ekilib bularni boqadi ekan. 5 oy bo'lgandan keyin endi bularni o'z oldiga mustaqil yemeklik yeydigan bo'ldi deb bularga endi yemeklik ekib bermaydi ekan ota-onalari. Bularmi endi dengizga chiqishga tayyorlanayotgan ekan bu. Oldida bir yana demek qapmayna. Shuning bilan mushtaqil tayyorlanib bo'lgan keyin endi bularga ota-onalari, dadasilar, apasi oldida dengizga ketib qoldi ekan. Bularga balkim gaplarni deb tushuntirib qo'yish mumkin. Sizlarning dengizga chiqadigan vaqtinglar bo'ldi. Biz endi sizlarga yemeklik ekib bermaymiz jumu. Mush eng oxirgi qitim sizlarga yemeklik ekib berishimiz deb qo'yish mumkin qachon. Sizlar endi dengizga beringlar. Biz oldinglarda ketib turaylik deb dadasilar, apasi oldi bilan dada apalari dengizga ketib qoldi ekan. Ketib qolgan keyin bu pingvin bolalarimi shuning bilan asta-asta eg'nab minib, hammasi bir to'p bo'lib, nihoyat uzun, necha kun yo'l yurib, oxiri dengizga yetib keldi ekan bu bolalarimi. Dengizga yetib kelgan keyin bular yetib kelish jarayonida mundaq mo'ylar asosan tushib bo'pti mana. Mushtaq qilib cho'nglarnikiga o'xshashli bo'lib qolganlarim bo'ldi ekan. Mo'ylari ancha tushib bo'lmaganlarim bo'ldi ekan, har xil bo'ldi ekan. Endi mushular dengizga yetib kelgandan keyin irodali, nihoyat bir xil kuchli iroda bilan tunji qitim dengiz suviga sakrab, sho'ng'ib tushib uzishni boshlaydi ekan. Shunday qilib borgan-sari bularmi xuddi dada apalariga o'xshash suv uzish mohiridek shundaqmi mohirlik bilan suv uzalaydigan bo'lib ketgan. Shunday qilib o'zlari yemeklarni tutib yeydigan bo'ldi ekan. Bu vaqtida endi dada apalari ularni yana yemekliklarni ularga berib, ularni qo'zg'in beqib qildigan vazifasini tamomlagan bo'ldi ekan. Shunday qilib shunchalik mazmunlarni bizga bu kitobda deb turibdi. Bu yerda yana savol javob qilib, yana ba'zi mazmunlarni bizga tushuntirib qo'yibdi. Bu yerda birinchida nima deb desanglar, pingvinlarning hammasi ashundoq o'xshash, ashundoq sovuq joylarda yashamdi debdi. Buning javobi nima ekan desanglar, Janubiy qutb va shuning atrofidagi ashundoq sovuqroq joylarda yashaydigan pingvinlar ko'p sonli yerlaydi deydi. Bu rasmda ko'rsatgani, bu kitobda bizga tunishtirgani, shu eng sovuq joyda yashaydigan pingvinning turi ekan. Bu eng sovuq joyda yashaydigan pingvinning badanining cho'ngligimi boshqa pingvin turlariga qaraganda cho'ng bo'ldi ekan. Eng cho'ng tipdagi pingvin hisoblanadi ekan. Bundan keyin shu Janubiy qutbning atrofidagi dengizga yaqin yerlarda yashaydigan bundaq turlarim bor ekan, pingvinlarning. Bularning jug'i sal kichikroqdir bu. Bundan keyin issiq joyda yashaydigan mana turdagi pingvinlar bor ekan. Bular issiq yerlarda yashaydi ekan. Demak, pingvinlarning hammasi sovuq joyda yashaydi desa xato qildi ekan. Issiq joyda yashaydiganlarimi bor ekan. Endi bu yerda deb tursanglar,
pingvinlarning badallari qanday shaklda, qanday a'zolari bordu deb savol qilibdi. Buningda pingvinning badani mana shunday to'g'loq bir xilgu, tumshuqlari ushliq. Bularning su o'zishiga intayin suni tez mayliq bilan o'zish uchun intayin mos kelgan badan shakli bor debdi. Lekin bu ushliq turg'ini tumshuqi mana shunday uzun ushliq bo'ldi ekan. Buning tishi olmaydi ekan, pingvinning. Bundan keyin ko'zi odatda suvning ichidami nihoyatda ro'shan ko'ralaydi ekan. Bundan keyin mana qanoti deymiz, chunki bu pingvin deganimiz qushlar turiga tava. Garchi u osmonda uchamizmi, bu tavalik jihatdan qushlar turiga kirdi. Qushlar turiga tava bo'lganligi uchun bu tuxum tuqib, tuxumdan bola chiqirdi. Shunga buni qanoti deymiz. Qanoti mustaq kengrak, yapaloq, qattiq bo'ldi ekan, nihoyat kuchli bo'ldi ekan, suvda mustaq usti-ostiga qilib turib, suvni nihoyat tez uzdiganga intayin kuchlik yaxshi bo'lgan, kuchlik qanoti bo'ldi ekan, buning paloqdeklar. Bundan keyin puti bo'lsa, putiningki osti tapan tarafi intayin yirik bo'ldi ekan. Tırnaqlari bo'ldi ekan. Putining tapinining yirik bo'lishi, tırnaqlarining o'tkir tırnaqlarining bo'lishi bilan bular shunday silliq, teyilg'oq muzlarning ustida hech qanday teyil ketmay mang'alishi shu sababdan ekan. Undan keyin bu pingvinningki badanida zichida qush bo'lgan keyin paylari demdik, mo'ylari deb qo'yinglar. Bu nihoyat zich o'sgan bo'lgan bu mo'ylari. Bular shu muzdek dengiz suyuga kirgandimi, mo'ylari intayin zich bo'lganlikdan, garchi dengiz suyi suvning ichida yo'l bo'lsa-mu, lekin mo'ylarining zichligidan u badan mo'ylarning ostidagi terisiga u sovuq o'tib ketmaydi ekan. Shunga sovuqdan saqlanalaydi, badanni issiq tutalaydi ekan. Endi pingvin suv uzishga rostdan ustimi deb so'rabdi. Bunga albatta pingvin suv uzishga intayin usta debdi. Shu qanotlarini usti-ostiga qiqib turib, suvni nihoyat tez uzidi, suvni chunqur sho'ng'iyalaydi, suv ostida 20 minut nafas olmay turalaydi debdi. Demak, suv uzish mahir ekan. Endi bu yerda nima debdi desanglar, bu pingvin, ya'ni dada va ana pingvinlar tuxum va tuxumdan chiqqan bu bolalarini ashundoq sovuqidan qanday qilib saqlay oladi, sog'-salomat debdi. Buni nima debdi desanglar, kitobning beshidami bizga tunishtirganda pingvin bolasi chujisi chiqmagan tuxum oldidan boshlab chujisi chiqib 50 kungacha bo'lganlikda bular hargizmi yerga tushamaydi ekan. Mush ikki putining ustiga mahkam ilib, anadagi mush qo'soq qismiga tuxum vaqtida mushuni yotgandek qilib yeb qo'ydi. Chujisi tug'ilgandan keyin mushtaq yo'miz beshini chiqarib qo'ygan, yo'miz badani butunlay shu ana yoki dada pingvinlarning shu qo'soq qismiga mahkam chaplashgan yiqiq holatda bo'ldi ekan. Bu dada ana pingvinlarning qo'soq qismining mushinchalik qismida mo'y mana o'xshash quyuq o'smagan terisiga bevosita tegalaydigan shunday bir qism bo'ldi ekan. Shunga bu pingvinlar mahkam opasining shu yo'miz dadasining shu qismiga chaplashgan vaqtida dada onaning badaniningki issiqlik terisi ching chaplashib turgan issiqligi shu bolaga shundaqmi tezli o'tadi ekanda. Shuning bilan ajoyib sovuq shivirg'anlik kunlar bo'lsa-mu, bu dadasi bilan onasining quchug'ida bu pingvin tuxumi yoki pingvinning chujisi nihoyat issiq saqlanadi ekan. Bu hozir putining ustida turibdi-ku. Mush putining ustida turgan mishaning temperaturasi bilan yerning temperaturasi 50 gradusdek farqli bo'ldi ekan. Shunchalik zo'r farq ekanda.
Mesela miye 0 gradus olsa miye minus 50 deyen gepte, o 50 gradus taraq deyen gep. Aşınçılık ıssıq saxlayalayken şeyni ustu tarafı. Şuna tuxummu, pingvin çücelerimi ıssıq ılık soğuqlarda muzlap qalmay, entayin ıssıq çoğun bolalaydiken. Әмді бердім деп десаңlar, bu pingvinlar nemişqa ularning yeydigan yemekligi beliq, siyabliq deganga o'xshash dengizda yashaydigan nimalar, jonliqlar. Bular nemishga o'zlarining yemekliklari bo'lgan shu dengizdan shunchalik yiroqlikdagi quruqlikqa berib, ashada bolalarini cho'ng qildi. Buning sababi zodi nima deb so'rabdi. Buning javoban mundaq debdi. Bu pingvinlar ana shu dengizdan shundoq yiroq bo'lgan, shu quruqlikqa berib, ashada tuxum tug'ib, tuxumdan bolalarini chiqarib, ashlarni cho'ng qilishidagi dengizdan shunday yiroq bo'lgan shu quruqlikqa berib cho'ng qilishidagi sababi birinchidan bu shu quruqlikda bularningki bolalari va tuxumlariga nisbatan kushandilari yo'q deyarlik, az bo'ldi ekan, kushandilari asosan yo'q deyarlik bo'ldi ekan. Bo'lgandiki ular shu o'zlarining tuxum va bolalarini bexatar cho'ng qilishda ana shundoq yiroq yerdagi quruqlikqa berishi o'zlarining shu bolalarining bexatarligi uchun yaxshi bir afzal sharoit bo'lgan bo'ldi ekan. Ikkinchidan, dengizga yaqin yerlardagi havoning o'zgarishi dengizga yiroq bo'lgan shu quruqlikdagi havoning o'zgarishiga nisbatan texmo ro'shan ekan. Dengiz bo'yida havo bek o'zgarishchan bo'ldi ekan. Dengizga yiroq quruqlikda bo'lsa, havoning o'zgarishchanlik nisbatan turoqli bo'ldi ekan. Havo bir o'zgarmasa nisbatan dengizga yaqin yerlarga qaraganda turoqliroq bo'ldi ekan. Umuman shu bolalarni sog' salomat cho'ng qilish uchun muhim bir muhit hisoblanadi ekan. Shunga garchi dengizdan shuncha yiroq bo'lsa-mu, ular ataydan shu quruqlikqa berib, bolalarini cho'ng qildi ekan. Hozir men dengiz bo'yida ko'ringlarmi mani? Bu orka kiti deydi. Orka kitimi shu pingvinning kuchli kushandisi ekan. Ashlar o'shaga qirg'oqlarga yiqilishib keldi deydi. Demak, pingvinlarni ko'zlab kelgan o'xshaydi u. Mushtaq kushandilaridan saqlandi ekanda, yiroq yerga berib olsa. Endi bu yerda nima deb savol qo'yibdi desanglar, pingvinning 1 yillik hayot musofasi davriyligi qanday bo'ldi debdi. 1 yilning ichida qanday hayotiy faoliyatlar bilan shug'ullandi debdi. Meyadan boshlaylik. Bu pingvinlar har yili 3-oyda quruqlikqa yig'iladi, dengizdan yiroq bo'lgan quruqlikqa yig'ilib, o'shada erkak va dishilari tanishib, do'stlashib, 5-oy bo'lgan vaqtida dishi pingvin tuxum tug'adi hamda u tuxumni erkak pingvin, ya'ni o'zi do'stlashgan shu dada pingvinga o'tkazib berib, buni ham tuxum turibdi-ku, issiq saqlaydigan o'tkazib berib, o'zi dengizga chiqadi. Shuning bilan 7-oy bo'lganda bu dada pingvin issiq saqlab turgan tuxumdan chuji chiqadi. Pingvin chujisi chiqqandan keyin, anandan keyin apsi bu arliqda, bu saqlayotgan 2 oy arliqda apsi dengizga chiqadi. Dengizdan yemekliklarni jiq to'plab 2 oy bo'lgandan keyin dengizdan shu quruqlikqa qaytib kelib, qo'siq ichib turgan bolasi uchun yemek, ep kelgan yemekliklarni beradi. Shuning bilan bular yemeklik berayotgan vaqtida bu chujini, pingvin chujisini anasiga sog'-salomat o'tkazib bergan dadasi dengizga chiqadi endi navbatlashib. Dadasi dengizga chiqib, ondan keyin shu tariqada dada appa almashib turib, yemekliklarni bolasiga shu dengizdan akilib berib, tang cho'ng qiladi buni. İşte cho'ng qilib 9-oylar bo'lgan vaqtida dada pingvin bilan appa pingvin ikkisi tanglam dengizga chiqadi. U bola pingvinlar o'zi ashada qolib qilib, boshqa
özlerining dadisi bilan apisi emas, lekin boshqa yetilgan pingvinlarninki shularga oldin xabar elish ostida dadisi bilan apisining dengizdan kelishini saqlab turdi. Shunga dadisi apisi kelib, yana bularga yemeklik berib shunday qildi. Ondan keyin 12 yoki 1-oylar bo'lgan vaqtida, ya'ni pingvinlar tug'ilib 5 oylik nashqa vaqtlarda bu pingvin bolalarimi endi ota-onalari bularga yemeklik ekib bermaydigan bo'ldi. Bu bolalarimi dengizga chiqish kerakda. Shunga ular pingvin bolalarimi uzun yo'lni besib, dengiz bo'yiga yetib kelib, dengizga sakrab tushib, üzüb, o'zlarininki yangi mustaqil turmushini boshlaydi. Shunday qilib, bularga o'xshashlar shu 1-oydan 3-oygacha bo'lgan mezgilda bularning ota-onalari allburun o'zlarining bolalarini beqish vazifasini tamomladi. Bu bola pingvinlarmi cho'ng bo'lib qolgan keyin ularmi o'zi mustaqil shu dengizda yashab, 1-oydan 3-oygacha bo'lganlikda hammasi bu chog'da u quruqlikda hech kim hech qanaqa pingvinlar bo'lmaydi. Hammasi shu dengizda yashab, yana 3-oy kelganda yana qaytadan haliqi quruqlikqa berib yig'ildigan. Mana mushtaq bularniki 1 yillik faoliyati mushkil holatda o'tdi ekan bularning 1 yili. Hamda pingvinlarningmi har xil necha xil turi bor dedik, faqat shu bir xil demadik. Bu bizning shu kitobda tunishtirgan shu pingvinlarning ichidagi eng sovuq joyda yashaydigan shu pingvinninki 1 yillik hayot musobasiniki 1 yillik davriyligini ko'rsatib qo'ygan rasmi. Boshqa turdagi pingvinlarning qachon buning bilan yana o'xshamaydi, har xil farqlar bor deydi. Hamda pingvin suti deydigan bir narsa bor ekan. Bu pingvin suti degan qanday narsani, nimani pingvin suti deydi desanglar, bu pingvinni tuxum vaqtida dadisi butun o'sha saqlab, issiq saqlaydigan. Aniki tuxumdan yerib chiqib, yangi chiqqan vaqtida bular pingvinning qusug'i ichib chit qilib qusug'mashdi degan vaqtida bu dadisininki shu yemeklik ichidagi yemek yo'ldan balasi uchun chiqarib beradigan az miqdordagi bir oziqlik qiymati yuqori bo'lgan bir suyuqlik bo'ldi ekan. Shu suyuqlikni chiqarib bersa, bu bala pingvin dadisining og'ziga tumshuqini tiqib, shu dadasi chiqarib bergan shu suyuqlikni ichib, o'zininki dastlabki qusug'ini to'xlaydiganga shu suyuqlikni dadasi chiqarib berdi ekan. Shu suyuqlikni pingvinning suti deb atab qo'ydi ekan. Pingvin suti degan nima desa shu tunji bola tuxumdan chiqqanda dadasining balasi uchun chiqarib beradigan bir oziqlik qiymatiga ega suyuqlikni shu pingvin suti deb atab qo'ygan. Keyin apisi ulgurib kelib, tomoqlarni bergan keyinda shu beliqlar bilan apisining olib bergan yemekliklar bilan qusug'ini to'xlaydi ekan. Endi bu yerda pingvinninki cho'ng kichikligini bu yerda deb turibdi bizga. Bilan bir yetilgan pingvin, ya'ni bir cho'ng pingvinning og'irligi 30 kilodan 40 kilogram atrofida bo'ldi ekan. Yangi tuxumdan chiqqan vaqtdagi pingvin bolasining og'irligi desa, pingvin chujisining og'irligi 200 gram atrofida bo'ldi ekan. Bu haqiqiy cho'ng bo'lib yetilgan chog'da 30-40 kilogram bo'lib yo'g'naydi ekan. Andan keyin bir cho'ng pingvinninki bo'yining egizligi 100 cm atrofida bo'ldi ekan. 100 cm degan 1 metr keldi-ku. Shu 1 metr atrofida bo'ldi ekan, 100 cm atrofida. Yangi tuxumdan chiqqan vaqtdagi pingvinning egizligi desa 15 cm atrofida bo'ldi ekan. Shunday cho'nglaydi ekan, mushta kichik, mushta keyin mushta yo'g'nab ketdi ekan. Endi miyaga biz to'la uylarda iste'mol qiladigan to'xo tuxumini ko'rib boqqanlarga, mana to'xoning tuxumini uylardami tuxumlar, amroqlar borda, qachonlarda. Shu biz odatda ko'rib ko'ngan to'xoning tuxumi bilan bu to'xoning tuxumi ekan. Pingvinning tuxumini selishtirib qo'yibdi og'irliklarini qaranglar. To'xoning tuxumi 50 gram. Taxminan normalda 50 gram og'irlikda bo'ldi ekan. Pingvinning tuxumi taxminan 450 gram atrofida bo'ldi ekan.
Ma to'g'ri tuxumining 900'lik eg'irlikda bo'ldi ekan. Bu 50 gram, bu 450 gram deydi. Hamdi to'g'ri tuxuminiki mundaqsa uzunligini o'lchab baqsa, taxminan 6 santimetrlar atrofida ekan. Pingvinning tuxumichi deganda taxminan 12 santimetrlar atrofida. Bunda uzunligi, bunda cho'ngligi buning 2'lik cho'nglikda ekan, pingvinning tuxumi. Lekin eg'irligi 900'lik eg'irlik ekan. Bunun ko'rsatib qo'ygani shu yerlikda pingvinning eng cho'ng turi mush kitobda ko'rsatgan, ash pingvinning tuxumini selishtirgan ekan. Boshqa turlarida yana har xil o'zgarishlar, cho'ng kichikligida farqlar bor debdi. Nashta qilib bu kitobda bizga pingvin to'g'riliq so'zlab bergan mazmunlarni birlikda ko'rib chiqdik. Umaq pingvin haqidagi xiljiq narsalarni bilib oldinglar deyman. Yana birisi bordi, rasmo miyada degan, uni demay qolibdi. Pingvinlar yuguriyalamdi debdi ekan. Uning javobiga pingvinlar yuguriyamaydi debdi. U suvdan tez üzüb, ustiliq bilan suv üzgan bilan quruqlikda yugurib mang'amay ekan. Şoň u aldyrap ketgen çagda undaq yugurap mang'amaganki qanday qildi ekan desanglar, yetiplam. Hayvanotlar dünyası degan televiziya programmalarini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Yetiplam muzlarning ustida, qorlarning ustida o'sha badandagi mo'ylari silliq qildigan oshlarni serilib turib, ashta xuddi chanalarga o'xshash serilib aldirgan chagda shu xil shaklda aldirab mang'di ekan, yuguriyamagankin. Ashta qilib umaq pingvin to'g'riliq bizga deb berganlar mana bu yerda oxirlashdi. Buni yoqtirdinglarmikin? Undaq bugungi so'zligimiz pingvin haqida ekan. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, yana kelar qatim yana qanday hayvonlar to'g'risida so'zlaymizkin. Keyingi qatimliq kitoblarimizni birlikda ko'raylik. Ma'qulanda qilsa, Allohga omonat.